Mana aka, ko'cham. Bog'da oldida uyim. Men birinchi uy solganman mana uni. Ko'chib kelishdan oldin. Mana aka. Mana shu eski uyim. Verimenka qilib solgan. O yerda hamma o eshik ochiq turgan. Kat yo'l hamma. Mana uy solyapman aka. O nari agarat. Bu yoq o devorga bor. Mana uy solyapman aka shunday. Mana bitta zal. O neta spalniy xona. Mana kirish xot. Spalniy xona mana zal haligi oshxonaga, mana oshxona. Choy o'tiradigan joy. O burchada oshxonani o'zi bo'ladi. Ovqat qilingan. Mana o'tiradigan joy bo'ladi. Mana shu xudo xolasa aka, ikki tash qilinadi. Mana shu yerda davr, mana beton bor. Mana shu yerda mana shu tumba qo'yiladi tag'in, mana yoqqa chiqarib, shapka qilib 6 metr, 7 metr joy algina qoladi, ikkinchi tash ketadigan joy bo'ladi. Shunaqa aka. Mana ichiga yana bir qator pena uriladi. Ana ponnali serdeshni qo'yiladi, maga serdeshni qo'yiladi. O ikkita derzani ichigasiga qo'yiladi. Nimani? Siz poysalgina qiladi. Mana qo'yiladi. Bakovat olishchi. Mana ichiga onlo pergoratishni nima sibit bor.